$500 yo'l ketaman degandi. Haftasiga 50 kilogramm go'sht. Tadan tuxum, shakar choy, holva, maslivishniy maslag'ida nonimiz baton bo'ladi. 20%lik. Uzayroq joyda bir hafta tursa tayyor bo'ladi. Blog deydimi? Xudosh bugun shunaqa video olib ko'rmoqchiman. Bugun hayotimni qisqacha bo'lsa ham, ozgina bo'lsa ham ko'rsatib o'taman. Qani unda ketdik. Bolalar qurilishda monolitda ishlaydi bolalar. Qurilishda monolitdagi bolalarga po'g'irchilik qilaman. Bolalarda abetiga как обычный uyda домашний uyda qanaqa ovqatlar qilinsa, men bolalarga shunaqa ovqat qilib beraman. Abetiga makaron palov, osh, mosh kichiri, birorta bir grechka qilardim, grechka qilmay qo'ydim, grechka palov qilardim. Ujinga bo'lsa, suv ovqat qilaman. Sho'rva, makaron suvi, mastava, garoh, dimlama qilib beraman. Birorta bir go'shtim ko'p qo'shib bo'lsa, haftasiga 50 kilogramm go'sht ketaman. Har hafta 50 kilogramm go'sht keladi. Bolalarga qarab, hozir menda bir 50 tacha bola qo'ygan, 50-60 ta bolaga 50 kilogramm go'sht keladi. Undan tushsa go'sht ham kamayadi, ko'paysa go'sht ham ko'payib ketadi. Shunga qarab produktga keladi. Zavtriga bo'lsa, ertalab bolalar zavtriga tuxum qaynataman. Ekstradan tuxum, slivishniy masla bo'ladi. Slivishniy masla. Mana bunaqangi holva ham kelgan bu hafta holva bo'ladi. Shakar bo'ladi. Shakar choy, holva, maslivishniy maslag'ida bolalar zavtriga yeyishadi. Nonni kesib to'g'rab qo'yaman. Nonimiz baton bo'ladi. Baton keladi. Har 2 kunda bir baton keladi. Hozir baton keladi. Baton mashinasini ham ko'rsataman. Hozir kelganda so'rab turgan jarayonlarni ham ko'rsataman. Shunaqa. Ishim shu. Qalampir bo'ladi. Bolalar achchiq yeydiganlarga qalampir, smetana bo'ladi. 20% bolalar uni ujinda suv ovqatiga, abetda qo'y ovqatiga qo'shib yesa bo'ladi. Keyin salatiga karamdan salyoniy qilib karam bosib qo'ydim. Bu bir haftada tayyor bo'ladi. Muzayroq joyda bir hafta tursa tayyor bo'ladi, xudo xolasa. Kimga shu karam qanday tuzlash retsept kerak bo'lsa, kommentariyaga yozinglar. Uni ham karam tuzlashni ham o'rgataman. Adashmasam bundan bir yil oldin uylanmasimdan oldin biznes qilaman deganimda, haligi bozorda salat sotadiganlardan o'rganaman deganim, retseptini $500 o'rgataman degandim. Shu paytda o'rganmadim. Hozir o'zim mustaqil ravishda o'rgandim. Harakatni boshlayman. Ovqatga bugun abetga bolalarga mosh kichiri qilib beraman. Sovuqda bolalar baquvvatroq ovqat bo'ladi. Mosh kaloriyasi shunaqaki, go'shtdan kuchli bo'ladi mosh kaloriyasi. Shunga sovuqda bolalar baquvvat bo'lib ishlaydi. Siz qayerda ishlaysiz? Nima ish qilasiz? Kommentariyaga yozib ketinglar. Endi hozir non keladi menga, nonni tushirib olaman, shu bilan ishim boshlayman. Bugungi ishim shu bo'ladi.
non keldi mana. Bular bekka 70 ta. Nariga bekka 90 ta non jo'natib oldim. Yog'da qo'ydim, xudo xolasa mana. Obedni boshladik.